Hello everyone guys, welcome to our next class. Bugun accounting equation boshqa formatlarini ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ya'ni buxgalterskiy tenglama deymiz. Accounting equation is a basic foundation of accounting and it shows the relationship between what business owns and how those assets are financed, right? Demak, biz bilamizki, accounting equation bu buxgalterskiy tenglama buxgalteriyani asosi hisoblanadi va bu aynan biznesda pullar nimaga ketyapti, pullar qayerga sarflanyapti va biznesda qancha pul bor, shularni hisoblab beruvchi tenglama hisoblanadi. Bu tenglamani biz yuqorida ham ko'rib chiqdik. Ya'ni birinchi usuli shunaqaki, asset equals capital plus liability. Demak, asset bu kompaniyaga tegishli bo'lgan barcha aktivlar, ular uzoq muddatli va qisqa muddatli bo'lar ekan. Capital bu biznes egasi kiritgan pul va biznes egasiga tegishli bo'lgan pul. Demak, biz capital dedik. Liabilities bu majburiyatlar. Kompaniya qarzga nimadir olgan bo'lishi mumkin, tovar yoki pul olgan bo'lishi mumkin va bu biz majburiyatlar deymiz. Majburiyatlarimiz ham ikki xil turga bo'linadi, right? Bular long term bo'ladi, short term bo'ladi. Okay. Va bu oddiy tenglama bizda oddiy ishlaydi. Kelinglar bu yerda misolni ko'rib chiqamiz. Example bor ekan. Bu yerda exampleda ko'rib turibmiz. If a business has asset 10,000, liabilities 4,000, then the capital will be, this is the question. Demak, bizda asset bor 10,000, capital aniq emas, 4,000 liability, ya'ni majburiyatlarimiz bor ekan. Capitalni biz oddiy tenglama ko'rinishida hisoblab olishimiz mumkin. Ya'ni capital equals $6,000 money that the owner put into business yoki the ownerga tegishli bo'lgan pul, demak $6,000 ekan. Okay. Endi buni boshqacha ko'rinishda ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Accounting equation 2. Ya'ni bu yerda asset minus liability equals capital. Ya'ni biz yuqorida aytdik, asset teng bo'ladi capital plus liability ga dedik. Bu xuddi shu o'sha tenglamani biroz boshqacharoq uslubi. Ya'ni logistika olib qaraganda assetlar, aktivlardan majburiyatlar olib tashlansa, capital qoladi. Ya'ni ownerga tegishli bo'lgan pul kelib chiqadi. Bundan tashqari assets minus liabilities equals net asset. Net asset ya'ni bu sof aktivlar degani. Ya'ni sizda hech qanaqa qarzingiz yo'q va bu har doim net asset bilan capital birga teng bo'lib yurishi kerak. Teng bo'ladi, chunki kompaniyaning soft aktivlari bu, ya'ni ownerni aktivlari, ya'ni ownerga tegishli bo'lgan pul hisoblanadi. O'shaning uchun bu capital bilan ikkalasi har doim teng bo'lib yuradi. Bizda net assetlar yillar davomida oshishi mumkin yoki tushishi mumkin. Qachonki net asset oshsa, capital ham oshadi. Vaqt o'tgan sari, ya'ni capital o'zgarishi mumkin ekan. Ya'ni capital o'sha aytganimizdagi tushishi yoki oshishi mumkin ekan va bunga asosan 3 reasons why the capital of the business should change over time. Birinchi navbatda, agar yana owner ko'proq pul kiritsa biznesiga, yana $10,000 bilan biznes boshladingiz va u biznesingizga bir yildan keyin yana qanchadir $1,000-2,000 yoki bir $30,000 pul kirityapsiz. Mana bu narsa capital introduced bo'lgandan keyin bizni capitalimizni oshirishga, demak, hissani qo'shar ekan. Profit for the period that will increase the capital. Albatta, siz kompaniyangiz foyda qilsagina capitalingiz oshadi. Siz biznes egasisiz va siz foyda qilsangizgina sizga tegishli bo'lgan ulush, sizga tegishli bo'lgan pul yana ham ko'payadi degani, right? O'shaning uchun capital increase bo'ladi qachonki profit increase bo'lsa. Drawings bu biznes egasi yechib olgan, biznesidan yechib olgan pul. Ya'ni biznes ishlab turibdi, qaysi foydadan yoki capitaldan, biznesdan o'zini ehtiyojlari uchun olingan pul, demak drawings deyilar ekan. Increasing net asset, ya'ni shunda bizda shunaqa formula kelib chiqadiki, increase in net assets equals capital introduced plus profit minus drawings. Ya'ni aktivlar oshadi yil davomida, sizga profit kirib kelishi mumkin. O'sha aytganimizdek yuqorida, yoki capital yana ham ko'proq biznes owner pul qo'yishi mumkin yoki undan tashqari tushishi ham mumkin-da. Biznesdan pul olinsa, biznes egasi. Demak, capital ko'paysa, net asset ko'payadi. Profit ko'paysa, net asset ko'payadi. Agar biznesdan pul olinsa, demak, bu kamayadi degani. Ya'ni
net assetni o'zini asl qiymatini ko'rsatib beradi. Demak, kelinglar misolni ko'rib chiqamiz bu yerda. Demak, biz yuqoridagi birinchi tenglamani ko'rib chiqdik. Biz bildik asset equals capital plus liability, right? Endi kelinglar ikkinchi usulini ko'rib chiqamiz, ya'ni asset minus liabilities equals capital. Qarang, asset minus liabilities degani, ya'ni ikkinchi xil turdagi buxgalterskiy tenglamamiz. Biz biroz o'zgartirish kiritamiz, ya'ni aktivlarni majburiyatlardan ayirib tashlasak, equal bo'ladi capitalga, ya'ni o'sha ownerga, ya'ni biznes egasiga tegishli bo'lgan summaga. Asset minus liability odatda net assets ham deyiladi. Net asset har doim capitalga teng bo'ladi. Capital bu ownerga tegishli bo'lgan summa. Net asset bo'lsa sof aktivlar, kompaniyada ishlayotgan sof aktivlar, bular net assetslar deyiladi. Qachonki net asset oshsa, bu kapital oshishiga ham olib keladi. Kompaniyada misol uchun sizda qandaydir aktiv oshdi, bu non-current или current asset, buni farqi yo'q. Bu kapitalda ham oshishiga sabab bo'ladi baribir. Yana bizda capital oshishi va tushishi nimalarga asosan nimalar asosan sabab bo'ladi deydigan bo'lsak, there are only three reasons why capital of a business should change over time. Birinchisi, asosan uchta sabab ekan. Qancha ko'p capital introduce qilinsa owner tarafidan, ya'ni biznes egasi tarafidan, biznesga qancha ko'p capital qo'yilsa, demak bu capitalni oshishiga olib keladi. Profit, demak biznes profit ko'rsa, foyda ko'rsagina capitalimiz increase bo'ladi. Drawings bor. Drawings har doim minus olib tashlanadi, kapitaldan olib tashlanadi. Nimaga? Chunki biznes egasi o'zini ehtiyojlari uchun pul yechib olgan hisoblanadi. Biz yuqorida ham ko'rib chiqdik. Drawings demak yechib olingan, biznes owner tarafidan yechib olingan summa. Increasing in net asset demak net asset qachon oshar ekan? Sof aktivlar oshadi qachonki capital, ya'ni biznes owner yana ham ko'proq pul qo'ysa biznesiga yoki foyda ko'rsa, tushadi qachonki biznes egasi pul olib chiqib ketsa. Let's look at the example one. On January 1st of January, net assets of a business were 25,000. On 31st of December, they had increased to 32,000. During the year, the owner had introduced more capital of 10,000 and had made drawings of 7,000. Okay. Kelinglar, endi mana shu oddiy tenglamaga, mana shu oddiy equationga qo'yib chiqamiz mana shu nimani, example'ni. Va bizdan nima so'ralyapti bu yerda? You are required to calculate the profit for the year. Demak, bizga profitni bu yerda hisoblab berishimiz kerak ekan. Mana bu profitni. Kelinglar, birgalikda yozib chiqamiz. Birinchi navbatda net assetni biz yil davomida ko'ryapmizki, 1-yanvardan 31-dekabr, ya'ni bir yil davomida net assetimiz oshganini ko'rsak bo'ladi. 25 ming dollardan 32 ming dollarga oshgan. Demak, biz 32 ming dollarni ayirib yuboramiz 25 ming dollardan va bu bizga qancha bo'ladi? Kelinglar, buni skobkada yozaman, chunki buni tenglamada ko'rsatish shart emas. Biroz kattaroq qilamiz. Va bu 7 ming dollarga teng bo'ladi. Endi equal Endi 7 ming dollar bizda increasing net assets, ya'ni yil davomida 7 ming dollarga oshgan net assetimiz. Capital introduced. Demak, bizda capital introduced, ya'ni ishlab turgan biznesiga yana owner kelib 10 ming dollar pul qo'ygan. 10 ming. Qo'shamiz, bizda profit berilmagan, profitni toping degan. Va minus drawings. Drawings bu yerda qancha? Bu yerda drawings had made 7,000. Demak, 7 ming dollar pul kompaniya egasi yechib olgan. Yechib olgan hisoblanadi. Xo'sh, demak biz formulaga qo'yib oldik. 7 ming teng bo'ladi was profit. Chunki bizga profit topish so'ralgan bu yerda. Aynan profitni hisoblab berishimiz kerak. Va 10 minus 7,000, 10 minus 7,000, 3,000.
3000. Endi bizda profitni topishimiz so'ralgani uchun profit equals agar hisoblasak, oddiy tenglama ko'rinishda hisoblab ko'rsak, 7 minus 3 it's 4000. $4000. Demak, bu tenglamadan ko'rishimiz mumkinki, kompaniya yil davomida $4000 foyda qilgan. Okay, let's see next example. Example 2. On 1st January, the net asset of the business were 180,000. On 31st of December, the net assets were 1,500. During the year, the owner had introduced no additional capital, and the profit for the year was $54,000. How much were drawings during the year? Demak, bu yerda xuddi shu formulaga qo'ygan holatda, xuddi shu equationga qo'ygan holatda ishlaymiz. Bu yerda ham kelinglar, mana shuni kopiya qilib yozamiz. Birinchi navbatda 150 mingdan, $150,000 1, 2, 3 ayiramiz. 118 ming dollarni. Shunda bizda $32,000 bo'lar ekan. Demak, bizda net assetimiz $32,000 teng. Buni skobkada yozib tursak bo'ladi. No need additional calculation. Va bizda net assetimiz $32,000 bo'ladigan bo'lsa, ups. Keyin bizda formula bo'yicha capital introduced. Capitalimiz introduce qilinmagan. During the year, the owner had introduced no additional capital. Demak, qo'shimcha capital introduce qilinmagan, o'shaning uchun bu yoqqa 0 qo'yamiz. Plus profit qancha bo'lgan? Profit $54,000. Demak, profitimiz $54,000 bo'lgan. Va bu yerda bizga drawings topilishi so'ralgan. Ya'ni qancha pul owner biznesdan yechib olganini topishimiz kerak bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa oddiy tenglama ko'rinishda hisoblab chiqamiz. Drawings equals shunda bizda avtomatik accounting equation ishlatib oddiy tenglama ko'rinishda buni yechib olamiz. $32,000. Demak, drawingimiz $22,000 teng ekan. Mana bu oddiy accounting equation formulalari bilan ko'rib chiqdik. Bu oddiy tenglamani biz bilishimiz kerak, chunki biz yaxshi buxgalter bo'lishimiz uchun aynan shu sohada nafaqatgina bilimlarni bilib, asset nima, capital nima, profit nima va bu qanaqa hisoblanish emas, aynan buni mohiyatini tushunishinglar uchun men aynan o'zbek tilida mana shu kurslarni yozishni boshladim. Garchi menga qiyin bo'lsa ham, chunki o'zbek tilida menga o'zbek tilidan ko'ra ingliz tili yoki rus tili qulayroq bo'lgani uchun hozir o'zbek tilida maksimal tarzda sizlarga yetkazib berishga harakat qildim. So, thank you very much guys.